Bo'pti, eshikni qulflab o'tir, yana begonalar kelmasin. Adasi, 3-4 sutka tashlab keting. Tinchlikmi, nimaga so'rayapsan? Bugun uydagilar qarindoshlarimni chaqirmoqchi edim. Men qara, shu qarindoshlaring uyda o'tirsa bo'lmaydi. Ha, ol men buni. Ro'zg'orlik qilib kelganda kutib olgin o'zing. Shofoizlik non koptaman. Tez kelgin, obed qishotdan chiqib ketamiz. Labba aka. Bitta qo'y go'shtlik, bitta ot go'shtlikdan qilib berasan non kop. Xo'p bo'ladi, hozir olib beraman aka. Bitta mol go'shti, bitta ot go'shti. Xo'p bo'ladi. Ayol uka. Menga qara, ayoling boydan beri telefon qilib yotibdi. Ol, gaplash. Ha, onasi? Adasi, boydan beri telefon qo'yma. Nima ko'tarmaysiz telefoningizni? Ishdaman, tez-tez gapir. Vaqtliroq keling. Mehmonlar ham kelib qolishdi уже. Ama ayollar orasida nima qilaman, ha? O'zinglar o'tiraveringlar. Adasi, iltimos, vaqtliroq kelavering. Ha, xo'p. Bir uyga mehmon kelmasin ekan. Adasi, mana shu joy shunday olib kirtiring. Hozir mana shuni ovqat suzib olib kiraman. Voy, men endi qarindoshlaringga choy olib kirishim qovdi o'zi bor-ku. Men non kop olib keldim ishxonadan. Xush kelibsizlar, assalomu alaykum. Tuppu tuzuv ekansan-ku, kelindan vohma qilib chaqirganingda. Keyin iyu-biyu chaqirganlarga qo'rqib ketdimmi aka? Men hozir shunday osh tayyor bo'lgan bo'lsa, hozir. Xotini bizani chaqirdi, xabari yo'qmi? Jiyanni to'g'ri. Amma, men ham shunga hayron bo'lib o'tiribman-da. Ey onasi, Xo'labek, chaqirdingizmi adasi? nima qilganing bu? Adasi, meni kechiring. Sizlar rahim uzilib ketmasin deb qarindosh urug'larni bitta joyga yig'gan edim. Xursand bo'ldim onasi. Oshing tayyor bo'lgan bo'lsa sizga. Sen ham kirib o'tirgin. Rahmat senga onasi.